Kebapni bugun qozonliq paqamdoq tuqqanlar. Bo'libmi hayit bayramlarda mehmonlarning oldiga chiqishga yoki bir oila kishilari birga yeyishga alomat emas keladigan qozon kebabni qilish usuluna keldim. Qilish usulimi nihoyat oddiy bo'lib, bir liqatim ko'rsangiz chuqur o'rganalaysiz. Zamsugunish boshlar ketdi. Avval o'zimizning amaliy ahvoli qarab, muvofiq miqdordagi qo'y go'shtining cho'ng kichikligini men mushalat parchalab olib, navad yog' to'saq ishga bosh atrofidagi yong'ini bo'lsa, muvofiq holatda to'g'ri olamiz. Endi biz tayyor qilib olgan go'shtimizni bir tamlantira olaylik. Go'shtning ustiga az miqdorda tuz, yarim qoshiq zira, az miqdorda oqmoch, bir yarim qoshiq atrofida lozjang, az miqdorda suv va sirqilib to'g'rab olgan piyozni selib, az tuzni rosa aralashtirib tamlantiramiz. Yana undan ko'proq miqdorda qo'yning quyruqini bo'lsa, suratdagidek yalpoq qilib to'g'rab olgandan keyin quruq qozonning ostiga chiroyli suratdagidek tizib olamiz. Undan ustiga go'shtni tizib olgandan keyin tuvoqni yepib 15 minut atrofida dumlasak, suratdagidek mana shunday mayla erib tayyor bo'ladi. Arqadan bunu bir neçini aralashtirib bilan navada texim yeyishlik o'zgacha qilsam deydigan tuqqanlarimiz cho'ng ustamning qozon kebab tezqosini yarim qalt saritimiz. Cho'ng ustamning cho'nliq va oilda qozon kebab qilsam rangini ta'min o'xshamayman degan do'stlar mushuni sinab baqsanglar bo'ladi. Ustiga nihoyat az miqdorda suv quyib 30 minut atrofida dumlab, buning ustiga yana sirqilib to'g'rab olgan piyoz, yong'ini bo'lsa chiroyli ustiga tizib, yana tuvoqni yepib 15 minut atrofida dumlagandan keyin yong'in man mushalat pishidi. Yong'ini bo'lsa qachiq ayrim elib olamiz. Arlat ko'rib mishak kapslar urib tuqqanlar ajrimga haqsiz bo'lgan yurakingizdan birini besib, Piyonlu rayoniga gullan ko'plab yo'llab qo'ysanglar, qo'llagan tuqqanlar ko'pdan ko'p rahmat. Gibimiz qaytib kelsak, chiroyli to'g'rab olgan nanning ustiga qozon kebabini ilib, cho'risiga bo'lsa yong'in chiroyli tizib olgandan keyin ustiga az miqdorda so'ng piyoz va lozlan siplar iste'mol qilsak bo'ladi. Cho'ng ustamning qozon kebab tezqos lozim do'stlar, boshpatga sari qarab g'esib qo'ydim. Kelar sani ko'rishaylik, xayr xo'sh.